Assalomu alaykum. Sizlar uchun va'da qilingan video mana shu. Bu yerda men o'zim real case, ya'ni bitta mana bu visit rate degan metrikani qo'shib va o'sha metrika bo'yicha xatomni topib, o'shani to'g'rilaganimda menda ko'rsatkichlar 4 barobarga o'sgan. Ya'ni leadlar aytaylik, bitta lead menga $4 tushayotgan bo'lsa, mana shu narsani to'g'rilagandan keyin bitta lead menga $1 tushgan o'sha narxda. Ya'ni 4 barobar leadlar ko'paygan desam ham bo'ladi. Endi va albatta bu nima uchun? Bu veb-saytga o'tayotganlar uchun. Ya'ni lead uchun target yoqadi. Lead uchun target yoqqandan keyin klik knopkasi bosilganda veb-saytga o'tib ketadi. Nega Instagram formaga emas? Instagram formada men ko'p ishlatib ko'rganman, natija bo'lmaydi. Men o'zim real case buni bilaman. Nimaga natija bo'lmaydi? 100 ta lead tushadigan bo'lsa, o'shani 40 tasi odatda adashib tushdingiz, men qoldirmagandim deb aytadi. Bundan tashqari o'sha lead Instagram formani agar ketma-ket qilib qo'yadigan bo'lsam, unda sizda real xohlab turgan mijozlaringiz ham chiqib ketish ehtimoli juda yuqori bo'ladi, juda katta bo'ladi. Shuning uchun men har doim saytga yo'naltiraman. Nimaga? U saytga yo'nalgandan keyin mijoz ko'rdi kontentingizni, o'sha mijozda o'sha kontent bo'yicha qanaqadir og'rig'i bor edi va u qiziqib ma'lumot olmoqchi avvalambor qog'oz variantda. Lekin siz lead formada avtomatik telefon raqami, ism familiyangizni kirit desangiz, u kiritmasdan chiqib ketish ehtimoli yuqori bo'ladi. Kiritmasdan chiqib ketganda ham sizga uni raqami tushib qolishi mumkin-da va u sotuvchingiz o'xshab berishi mumkin. Men lead qoldirmadim. Nega menga telefon qilyapsan deb. Mana shunaqa holatda agar bir kunda 100 ta lead tutsa, sotuvchingiz 40 ta mijoz bilan yomon atnosheniyada bo'lishga majbur. Chunki ular men qoldirmadim deb o'chirib qo'yadi, boshqa narsa qiladi yoki ko'tarmaydi. Buni hisobida sotuvchingizni ishlashiga juda katta ta'sir qiladi va ish sifati ham ancha orqaga qarab ketadi. Shuning uchun men veb-saytga yo'naltiraman. Sizni kontentingizni ko'radi va veb-saytga o'tadi. Veb-saytga o'tganda o'sha sizni mahsulot yoki xizmatingiz haqida keng ma'lumot kiritilgan bo'ladi. Va u ma'lumotni ko'rganda mijoz o'sha siz unga ovozli tarzda yetkazgan bo'lsangiz, o'sha mahsulot yoki xizmatingizni endi u ko'z orqali ko'ryapti. Odamlar eshitganiga emas, ko'rganiga ishonadi. O'shanda ularga nisbatan ancha ishonch ortadi. Endi u o'sha narsani ko'rib turib, saytingizdagi ma'lumotlarni o'qib turib, lead qoldiradigan bo'lsa, bu eng yuqori, eng sifatli lead hisoblanadi. Xo'p. Nima uchun saytdan lead tushirishni sababini aytdim. Endi biz mavzuga o'tadigan bo'lsak, e'tibor qilaylik, umumiy mana bu statistikasi. Bu 1-martdan 30-sentyabrgacha men shu kompaniya bilan ishlaganman va yuqorida juda ko'p analar bor. Aytaylik 5 millionta, bittasini olib aytay. Misol qaysini olayotgan bo'lsa, aytaylik mana shu 51 mingta odam ko'ryapti, videongizni axvat bo'lyapti va undan 269 ta odam klik knopkasini bosyapti. Avvalambor bu juda ham past ko'rsatkich degani. 51 mingtadan 269 ta odam klik knopkasini bosyaptimi? Bu sizning kontentingiz juda ham yomon degani. Avvalambor, lekin siz boshlanishida majbur bo'lasiz ana shunaqa yomon kontentlarni chiqarib, siz o'zingizning auditoriyangizga qanaqa kontent kerakligini aniqlab, kontentlarni o'shanga moslashtirib olguningizcha, yangi deta 10 kun ketishi mumkin, 1 oy ketishi mumkin, lekin o'shangacha mana bu CTR sizda xohlaysizmi, yo'qmi past bo'ladi. Va siz mana shu videolarni 3 sekundgacha nechta odam ko'rdi, 5 sekundgacha nechta odam ko'rdi, o'sha narsani ajratib tahlillab, qaysi videongiz zo'r yeb ketdi, masalan 4 CTR. Ya'ni degan 72 mingta odamdan 4% odam klik bosdi degani. Bu kontentingiz zo'r ishladi degani. O'sha narsa, ya'ni o'sha narsani ko'rasizda, kontentingizni moslab boraverasiz va men boshida o'sha kontentlar juda yomon bo'lgan, lekin keyinchalik to'g'rilab borganimda уже 9 ko'tarilib ketgan hammasi. O'rtacha kontent, o'rtacha CTR 5.63% tashkil qilgan. Ya'ni CTR unikalniy исходящий klik
Bu like, kommentlar emas. Bu kontentingizni ko'rganlar faqatgina o'sha veb-saytga o'tish knopkasini bosganlar. CTR уникальный исходящий клик. Общий CTR bo'layotgan bo'lsa, like bosib qo'ysam, komment bosib qo'ysam yoki qanaqadir harakat bo'lsa ham o'sha hisoblanadi. Общий CTR da bu o'rtacha 3, 4, 5 mana bunga qaraydigan bo'lsak 15, 16 yuribdi. Lekin menda o'sha aniq saytga bosganlar CTR ni hisoblayman. O'shanda natija ancha yuqori bo'ladi. Endi aytishimiz mumkin, mana bu yerda 51 mingta odamdan 269 tasi saytga o'tish knopkasini bosdi. 269 ta odamdan 14% gina nima qildi? 14% gina veb saytimizga o'tdi. Ya'ni bu yerda 21 ta inson o'tdi degani. O'ylab ko'ring, 14%, ya'ni 269 tadan 21 tagina odam veb saytingizga o'tyapti-da, где-то 70 desak 50 ta odam, salkam 50 ta odam, ya'ni 248 ta odam tushib qolyapti. 248 ta odamdan sizda balkim 30 ta 40 ta haqiqiy sotuv bo'lishi mumkin edi. Va siz bu mijozlarni yo'qotdingiz. Nimani hisobiga yo'qotdingiz? Visit rate nima o'zi? Endi buni tushuntiradigan bo'lsam, ya'ni veb-saytga o'taman degan bosgan insonlardan necha foizi veb-saytingizni ko'rdi? O'sha narsa. Aytaylik 269 odam klik bosyapti-da, lekin 21 tagina odam veb-saytingizga o'ta olyapti. Bu degani veb-saytingiz yo juda sust ishlayapti yoki ishlamay qolyapti degani. Lekin men buni keyinchalik to'g'rilab, buni 90% natijaga chiqarganman. Umumiy ko'rsatkich 90 ni ko'rsatyapti. Ya'ni 10 ta odamdan 90.85 salkam 10 ta odamdan salkam 10 ta odam veb saytga o'tdi degani yoki lekin aniq 9 ta odam saytga o'tdi degani. Bu juda yuqori natija, zo'r. Endi visit rate ni qanday qilib biz to'g'irlaymiz? Bizda bunaqa anavi ko'rsatkich yo'q-ku deyishingizlar mumkin. Bu qanday to'g'irlanadi? Bu narsani o'rgataman. Mana bu yerda настройки bosamiz. Mana другой turibdi. Sizlar mana bu yerda настройка stol bosasizlar. Bosganlaringizda sizlarda o'rtacha metrikalar chiqib keladi. Mana bu yerda siz qo'ygan metrikalar ko'rsatkichi hammasi chiqib turibdi. Endi biza ishoni bosib, собственный kiraman. Bu yerda o'zim ruchnoy qo'lda yasagan metrikalarim. Agar siz ruchnoy qo'lda yasashingiz uchun men avvalambor Telegram kanalimda mana shu metrikani qanday sozlash yasash kerakligi noldan o'rgatgan darsligim ham bor. Lekin sizlarga hozir prosta ko'rsatib ketaman. Sozdатni bosamiz va bu yerda biza metrika yasaymiz. Mana bu yerdan siz tanlashingiz ham mumkin. Masalan, axvat yoki chastota klik bos ссылка. Nechtasi klik bosdi, undan nechtasi saytga o'tdi. Endi bu umumiy klik. Mana shu narsalarni siz tanlaysiz, bu yerda qo'shiladi va bo'lasiz, ko'paytirasiz. Umumiy mana bu yerda raqamlar bo'yicha, foiz bo'yicha yoki valyuta bo'yicha ko'rsatib beradi. Endi menga bu tayyor bo'lgani uchun men sizlarga o'sha qanday qilib ana qilishni o'rgataman. Visit rate ya'ni nima? Qarang. Просмотр целой страницы на сайт, ya'ni просмотр целой страницы на сайт degan metrikani olasiz. Ya'ni bu yerda redaktor qilay mana. Просмотр страницы на целой просмотр целой страницы на сайтda bo'laman. Mana bo'luv belgisini bosib, уникальный исходящий klikka, ya'ni saytga o'tish knopkasini bosganlar bilan veb saytim ko'rganlarni bo'lyapman. Necha foizi o'ta olganman. Bu yerda foiz tanlayapman albatta va bu yerda o'sha mana bu ikkovini nomini yozyapman. Visit rate deb. Va o'shani yozib сохранить bosasiz. Bu сохранить bo'ladi. Сохранить bo'lgandan keyin mana pastda mana bu yo'q holatda turadi. Ya'ni mana bunaqa pustoy bo'ladi сохранить qilganingizdan keyin va siz buni belgilab qo'yasiz. Va sizda pastda paydo bo'ladi. Buni ushlab keyin siz CTR dan o'tkazib qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Применить qilasiz va sizda mana shunaqa paydo bo'ladi. Va keyin siz ko'rasiz, sizda saytga o'tishlar foizi necha. Agar sizda 50 dan past bo'ladigan bo'lsa, bu degani 100 ta odamdan 50 ta saytingizga kiroldi, 50 ta tushib qoldi degani. Bu ham juda yomon ko'rsatkich. Endi saytingizda
Bu yerda ko'rdingiz juda past, demak bilasizki saytingiz juda ham sust ishlayapti. Buni qanday to'g'irlash mumkin? Agar siz saytingizda o'rtacha SMMchilar nima qilib beradi? Tilda yoki WordPressda sayt yasab beradi. Bu juda sekin ishlashi mumkin. Yoki buni tezligini ozgina bo'lsa ham oshirish uchun nima qilishingiz kerak? Siz rasmingizni megabaytini juda ham qisqartirib berishingiz kerak. Video bo'lsa, uni megabaytini qisqartirib berishingiz kerak. Nisbatan sifat o'ladi bu yerda va baribir kamchiliklar bo'ladi. Siz uni real kodlar orqali veb-sayt yasatishingiz kerak bo'ladi. Agar sizda veb-sayt yasash bo'yicha kimga murojaat qilaman desangizlar, menga murojaat qilishlaringiz mumkin. Men o'zim sizlarga sotuv uchun moslangan va sotuv postlari ideal qilib yozilgan veb-sayt yasab bera olaman nisbatan ancha arzonga. Yo'q, meni o'zim o'rganmoqchiman desangiz, menda kurs bor, 3 oylik kurs. Bu yerda performance marketing o'rgatib, performance marketing mana bu raqamlar bilan ishlab, bu raqamlar orqali qanaqa natija qilamiz, nima qilamiz, bu raqamlarga qarab keyingi qadamni qanday qilamiz, mana shu narsalar to'liq o'rgatiladi. Ya'ni biz kontentni ko'rib, demak mana bu raqam buni ko'rsatyapti, biz kontentni mana bu joyini almashtirishimiz kerak ekan degan darajagacha chuqurlashib kiramiz. Va keyingi oyda biza veb-saytda ruchnoy kodlar orqali sun'iy intellekt bilan foydalangan holatda yasashni o'rganamiz. Bunda sizlar kodni yodlab o'tirmaysizlar. Bir haftani o'zida veb-sayt yasab, Google ga qo'yishni o'rganasizlar. Sizlar sun'iy intellektni to'g'ri prompt yozib, kodni olib, uni to'g'ri joyga joylab, domen va host olib, uni ijtimoiy Google ga chiqarishni o'zim o'rgataman, juda ham oson. Jitter Metrics qilib yozib veb-saytga kiramiz. Kirganimizda mana bizda turibdi Vision Group.uz. Men bu Vision Group.uz Vision Group kompaniyasining umumiy veb-sayti. Bu yerda bizda juda ko'p ma'lumotlar kiritilgan. 4 ta sahifa bor, landing page bor. O'sha 4 ta sahifada email parollarini bilmayman buni. Jitter Metrics saytiga kiramiz. Bu yerda men ro'yxatdan o'tganman, sizlar ham ro'yxatdan o'tasizlar va tekshirib ko'raman. visiongroup.uz analizni bosaman va menga o'sha analiz qilishni boshlaydi. Sizlar ham shunaqa veb-saytlaringizni yasab, o'rtacha sifatini, ya'ni tezligini tekshirmoqchi bo'lsangizlar, shunga kirasizlar va ro'yxatdan o'tib, sayt nomini yozib, izlashga, tekshirishga berasiz. Ana o'shanda hozir umumiy 4 ta yo'nalish bo'yicha analiz qilib chiqadi. Bu yerda saytimni e'tiborga oladigan bo'lsangizlar, 4 ta page bor. 4 ta alohida landing page sahifa bor. Bu umumiy ana shu 4 ta, mana bu saytim ochilgancha 4 ta sahifani ochilishini ham hisoblab beradi. Endi buni qaraydigan bo'lsak, bizda A ko'rsatkich, ya'ni eng yuqori ko'rsatkich degan, performance 100% degani, bu yerda struktura 97% degani, website vitals, endi birinchi kirish sekundi, ya'ni birinchi nima deydi, ochilishi 463 millisekund. Bu nima degani? Yarim sekundda sizni veb-saytingiz ochildi degani. 1 deganingiz esa sizni veb-saytingiz ochildi degani. 2.8 sekundda ushbu veb-saytimizni mana 4 ta sahifasi ham to'liq full holatda ochilib bo'ldi degani. Buning ichida video bor, rasm bor, hammasi full holatda ochilib bo'ldi degani. Bu 2.8 sekundda juda ham katta tezlik degani. Agar sizlar ham tekshirib shunaqa ko'rishingiz mumkin. Agar mana bu 463 millisekund tuman holatida, ya'ni bir tumanni bir chekka joylarda ko'radigan bo'lsak, bu 1 sekundga ko'tarilishi mumkin. Lekin sizning saytingiz hozirgi Wi-Fi da turib, agar mana bu 2 yoki 1 bo'ladigan bo'lsa, bu degani ertaga bir chekka joylarda 4-5 bo'lib ketadi degani. Shuning uchun bu narsani alohida e'tiborga olish kerak. Yana agar sizlarga ham shunaqa tezkor saytlar bo'ladigan bo'lsa, menga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Bugungi darsimiz shu. Salomat bo'linglar.